krem, dnevnoy krem. Bu zo'r namlantirib beradigan organik krem, eng zo'r yog'lardan tayyorlangan bo'lib, yuzlarga, hamma yuzlarga zo'r tushadi. Ayniqsa quruq yuzlarga juda ham zo'r tushadi. Va mana issiq kunlarda ham hozir ko'pchilikda lablar yoriladi. Bu ham organik eng zo'r yog'lardan tayyorlangan lab uchun balzamlarimiz. Juda ham zo'r mana. Shunday kakao, shri yog'lardan tayyorlangan. Ishlatib ko'rsanglar bilasizlar buni. Juda ham zo'r. Xo'p, yana yuzni oqartiruvchi kremlarimiz ham bor. Bu yuzni zo'r oqartiradi, dog'larni ochartirishga yordam beradi. Ugriga qarshi kremlarimiz bor, hali yana tonerlar ham chiqadi. Ugriga qarshi baltushkamiz ham bor. Baltushkani ham bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Toshmalarni samarali juda ham zo'r qilib ketkizib beradi. Va undan tashqari bizani organik 100% tabiiy so'mlarimiz ham sotuvda bor. Bu ugriga qarshi o'g'illi so'munimizni ishlatganlar bilishadi, bitta natija bilinadi. Va hozir issiqda chaqaloqlarga toshmalar toshadi. Shu toshmalarga qarshi 100% organik eng zo'r yog'lardan chaqaloqlar uchun tayyorlangan bo'lib, romashka, shalfey, chiridali bilan qo'shilgan, hech qanaqa rang qo'shilmagan, hidlar qo'shilmagan, toza 100% tabiiy organik so'm. Bemalol allergichni odamlar ham, chaqaloqlarga ham ishlatilsa bo'ladi. Antioksidantni, gipoallergenni, antivaspolitilni, ya'ni mikroblarni o'ldirib, infeksiyalarni ham yuvadigan, buni intimniy so'm qilib ham ishlatsanglar bo'ladi. Har xil toshmalarga, masalan, ekzemalarga, psoriazlarga ham juda yaxshi yordam beradi. Yuzni tortib beradi, ichida guruch borligi uchun oqartirish effekti ham bor. Xullas, har taraflama juda ham zo'r so'm bu, universalniy so'm. Chilar yaxshi ko'rgan bizani ovsyanka va lavanda so'mlarimiz. Bu ham yuzni oqartiradi, dog'larni ochartirishga yordam beradi. Yuzni tortadi va namlab beradi. Ichida shri, kokos, kakao yog'lari bilan boyitilib qilingan. Bu hamma so'mlarimiz 100% tabiiy, gipoallergen.